Har birimiz tirnoqlarimizga doimo alohida e'tibor qaratamiz. Olimlarimizning tadqiqot natijalariga ko'ra, tirnoqlarning ko'rinishiga qarab, organizmdagi ba'zi kasalliklardan boxabar bo'lishimiz mumkin ekan. Agar sizning tirnoqlaringiz ustida yarim oy belgisi bor bo'lsa, ular nimadan darak berishi haqida bilib oling. Diqqat bilan tirnoqlaringizga qarang. Ularning pastki qismida yarim oy shaklidagi oq rangli oysimon belgi mavjud. Hamma barmoqlarda bu belgi har xil aks etadi. Bosh barmoqda oy shakli hammasidan ham aniqroq ko'rinadi. Jinjiloqda esa bu belgi ko'rinmasligi ham mumkin. Me'yordagi oy shakli bosh barmoq tirnog'i ustida 20-25% ni tashkil etadi. Oy shaklining me'yordan buzilishi sizning sog'lig'ingizda jiddiy muammolar borligidan darak beradi. Oysiz tirnoqlar avloddan avlodga o'tuvchi qon bosimi kasalliklari va yurak kasalliklaridan darak beradi. Oy shaklining tirnoqlarda umuman kam bilinishi holatlari sizning organizmingizda vitamin B12 kamligi, qalqonsimon bez kasalliklari, nevroz va og'riqni tez sezish kasalliklaridan dalolatdir. Agar oy shakli oddiylardan farqliroq ko'rinishda bo'lsa, bu sizdagi qon bosimining pastligidan dalolatdir. Odatda tirnoqdagi oy shaklining kattasi sportchilarda bo'lishi aniqlangan. Oysimonning kuchli kengaygan ko'rinishi yurakdagi o'zgarishlardan bo'lishi mumkin. Noto'g'ri shakldagi oysimon endokrin bezlarida o'zgarishi bor insonlarda ko'p uchraydi va shu bilan birgalikda qon bosimida o'zgarishi bor insonlarda ham shu holat kuzatiladi. Oysimon belgining rangiga ham ahamiyat berib o'ting. Agar oy shakli yorqin havo rangini ko'rsatib tursa, jigar ishlash tarzida o'zgarish borligidan darakdir. Qizil rangni ko'rsatsa, yurak sohasida o'zgarishdan darak beradi. Har bir barmoqlarimiz har bir guruh organlarimiz bilan bog'langan. Bosh barmoq bosh miya uchun javob beradi. Ko'rsatkich barmog'imiz o'pka va ichaklar bilan bog'liq. O'pkasida shikoyati bor insonlarda oysimon belgi juda yupqa yoki umuman sezilmaydi. O'rta barmoq organizmda qon aylanish sistemasi bilan bog'liqdir. Bu barmoq tirnog'idagi oy shaklining kamligi vegetativ qon aylanish kasallik belgilaridan darak beradi. Nomsiz barmoq buyrak va buqoq yo'nalishi bilan bog'liqdir. Aslida bu barmoq tirnog'ida oy shakli kam seziladi. Shunday ekan, uning rangiga ahamiyat berish lozim. Jimjiloq yurak ish faoliyati va ichak bilan bog'liq. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bu barmoq tirnog'idagi oy shakli yo'q bo'lib ketishiga organizmdagi zaharlanishlar sabab bo'ladi. Lekin meditsina yo'nalishi buni hali ta'kidlab o'tmagan. Bizning organizmimizda a'zolar hammasi bir-biri bilan bog'liqdir. Faqatgina uni vaqtida ajrata olishimiz va belgilarini farqlay olishimiz kerak. Yangi bilganlaringizni do'stlaringiz bilan bo'lishing, bu ularga yordam berishi mumkin.